Sizlar yigitlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda yangi rubrika Norm Illustro mana bo'lajak erimga onajonimning versiyalari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizlar yigitlar. Ruzalaringiz bilan. Tak, bizda birinchi savolimiz, agar bo'lajak erim menga qo'l ko'tarsa, bu Norm Illustro? Yo'q, hech qanday hech kimni urish kerak emas. Agar shunaqa tiling yomon bo'lib tursa, ursa mayli. Oyda bir marta, 2 marta, yiliga 3 marta. Tak, bizning ikkinchi savolimiz, agar bo'lajak turmush o'rtog'im to'ydan keyin menga ishlashga qo'ymasa, uyda o'tirasan desa. Yo'q, hech qachon ayol kishi uyda o'tirish kerak emas. Kiyinishdan, dunyoqarashdan, madaniyatdan orqada qolib ketsa, ishlashing kerak. Men onajonim vashi bular zamonaviy pik. Tak, agar meni bo'lajak erim to'ydan keyin bir oyda svolish bir martagina borib uydagilaring ko'rib kelishimga ruxsat beraman desa, Norm Illustro? Yo'q, unaqa gap bo'lmaydi bacham. Unaqa gap bo'lmaydi hech qachon. Bir oyda 2 marta kelishga ruxsat berish kerak. Bo'lmasa men oilani yaklatamiz, biz. Tak, bizda keyingi savol. Agar meni bo'lajak turmush o'rtog'im to'ydan keyin hijobga kirishga, polnis yopiq kiyinishga meni majburlasa, bu Norm Illustro? Yo'q. Hech qachon majbur hech kim turg'iza olmaydi. Chunki bu narsa odam o'zida bo'lishi kerak. O'zida bo'lishi kerak. Kimdirni majburlash yo'q, hech qachon. No. Hech narsa uchun hech kim majburlamaydi. Chunki dadang meni majburlamagan hech narsaga. Biz sevilib turmush qurganimizda hali shu nimada ketdik. Biladi hali Abram. Urvinda. Urvinda. Norm Illustromiz birinchi qism onajonim bilan tugadi. Ikkinchi qismni kutmoqchi bo'lganlar like, kommentariy qoldirasizlar. Biza Apokamilochkani mayli jononskiy yuzlarini ikkinchi videoda ko'rsatamiz.